Rasululloh musulmonga musulmonning nomusi, moli va qoni harom deganlar. Taqvo shu dedilar. Imom Termiziy rivoyat. Uni obro'si harom, uni toptashimiz mumkin emas azizlar, kim bo'lsa ham. Nima bu kelgan kelin, bu mardikormi? Xizmatkormi u kelin? Yarashtira olmadik. Mana bo'kadan bir kelin kuyov 3 oy yashadi. 3 oy yashadi. Asosiy sabab shu qaynonani boshqacha aqidasi bor ekanda kelinga nisbatan. O'shanday bo'lmadi-da endi u kelin. Unga mardikor sifatida qarab turish kerak ekan. Qarindoshlar kelsa, kelib meni qo'limni o'p debdi. Qarindoshlarning oldida. Xo'p, mayli o'padi. Oyjon, oyog'ingiz og'rimadimi deb o'shalarga ko'rsatib, meni kelib oyog'imni uqalaysan debdi. Birovni bolasini bunaqa xorlamaydigansizlar. Kim birovni bir ayb bilan xorlasa, yomonlik niyati bilan, Alloh uni o'sha xorlikka tushmagancha jonini olmaydi. Bu otasini malikasi-ku qiz. Yeri ko'kka ishonmagan. Oyog'ingiz og'rimadimi oyjon deb turib o'shalarga ko'rsatib, meni oyog'imni uqalaysan. Ya, seni mardikoringmi?